Eng mazali desertlardan bittasi trifle retseptimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 7 tuxumni oqini sarig'idan ajratib olib, oqini yaxshilab oppoq massa bo'lguncha yaxshilab ko'pirtiramiz qotguncha. Ketidan 7 osh qoshiq shakar solib, yana mikser qilib, ketidan tuxumni sarig'ini qo'shib yuboramiz. Ketidan elangan 7 osh qoshiq unni solib, yaxshilab lopatka yordamida tepadan pastga qarab aralashtiramiz. Pergament solingan listga massamizni solib, chiroyli qilib tekislab, duxovkaga jo'natamiz. U pishguncha kremimizni tayyorlab olamiz. Pyure milky qaymoqlardan tanlagan holda moloko bilan aralashtirib, kremimiz tayyor bo'lib, qotguncha mikserlab, biskvitimiz ham pishib chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek, cho'pimiz quruq. Biskvitimizni ketidan kremimizga ozgina kokosli strushka qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Biskvitni ham xohlang cho'pperda, xohlang qo'lda maydalab, o'zingizga qulay usulda maydalab olasiz. Idishlarimizga 3-4 qoshiq biskvit, 3 qoshiq qaymoq, ketidan yana biskvit qaymoq qilib, ustiga kokosli strushkamizni sepamiz. Menda общий 3 ta trifle'm uchun bitta pachka kokosli strushka ketdi. Xohishga ko'ra bezatib, men Raffaello bilan bezatdim. Ko'rib turganingizdek, zo'r idealniy chiqdi. Meni sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar.